Bismillah deb Qo'y bozordan boshladik. Aka qanchadan bo'ldi? 14'tasi 15 milyon bo'ldi. 14'tasi 15 milyon bo'ldi. Sen qo'y ver seni. Sen qo'y ver aka. Assalomu alaykum. Qirg'iz bozor kanalining ko'ruvchilari. Bugun 8-noyabr 2025-yil kungi bo'lsa subota biz Jalolobod oblasti Manos shahridagi qo'y bozorida tartamiz. Aka qanchadan bo'ldi? 35 ming bo'ldi. Eko 35 ming bo'ldi. Aka qanchadan bo'ldi? Aka qanchadan bo'ldi? 7,5 ming. Adam yo'q. Aka qanchadan bo'ldi? 16.700'dan oldi 4 öyle. Neresi? Aka qancha bo'ldi bu? Qancha aqchasi? Aldingizmi? Qancha aldingiz? 13,5 mingga. Qancha ekitishmi? Qo'zi u. Maşallah, yaxshi ekan. Da o'zing satgan jo'qmi aka? Qo'ydi tartib. Endi video qiziqda. Jo, adam tartmaydi aka. Aka qanchadan ekan aqchasi? 17 dan. Tak, bu yerda cho'ng qo'ydirlar bor ekan-a? Cho'ng qo'y bor 4 o'ting. 4 o'ting cho'ng bor? Aka aqchasi qanchadan ekan bularning? 11,5. Kichnakelar 11,5 dan. Na eko? 12,5 dan. Bu yilgi qo'zlar aka? Bu yilgi qo'zlar aka. Aka aqchasi qanchadan ekan bularning? 17 ming. Bu yilgi qo'zlar. Oğlum palvonda ham tartib betlerini. Bu bir silet koyalım içine koyalım. Oğlum silah koy. Silet var dostum. Var cansı koy. Patizatsa olur. Çok koy çıkara basa bu. Şu kişinin tartın da bana. Ayaklardan basavuz. Ama köp söyleyeceğim bana karasam. Yerde her pazardılarda bunu ozunu karatı var. Bir ya bana. Qirg'iz bozorda ekan. Bozorga ko'la chiqib turadi o'xshaysizlar, ha? Her sırada çıkat ona ekan. Negizi nomer so'raganlarda da ko'p. Biroq nomerlarini ko'p bermaydi o'sha. 05 05 06 03 53. 03 53. Başdan aytinglar. 05 05 06 03 53. Bo'ldi aka. Bana öğrensin gel. Çalıp 18'den kamı var. 8 baş. 8 O baş. eko soğuktan koy. Ha 16'dan değil mi? Aka Suro'da bozor qurgan, O'zgönning bozori arzonmi? Bizning bozor arzonmi? Özgürlü pazar abi. O'zgönning bozori arzonmi? Aka rahmat. Aka aqchasi qancha ekan? 13 ming. Rahmat aka. Qirg'iz bozorida ekan aka. Aka aqchasi qancha ekan bular? 17'den. 17 dan. Bu yilgi qo'zlar. Ekotang erkak. Urg'och. Ha, urg'och-ku. Maşallah, urg'och ekan. Boshlarni olsa. Yaxshi qo'zlar. Qaysi kanal? Qirg'iz bozorida ekan aka. Qirg'iz bozor. Bozoringiz sizlarsin aka. Qanchadan ekan aka aqchalari? 12'den kam var. 12 dan kam bor. Bozor qancha qilib o'tadi aka? Pazar 10'dan beri de. Bozor 10 dan beri o'tadi deydi. Bugun bozorda da odam ko'p ekan. Kecheki bozor, qo'y bozorida tartalib o'dik. Bir joqda ko'rgan bo'lsangiz kerak, Qo'chqorataga bordik. Ko'k uchgondorning выставкасы bo'ldi. 23-noyabrda Jalolobod oblasti Manos shahrida Guzar degan chayxonada bo'ladi. Ko'k uchgondorning выставкасы. Qiziqqanlar bo'lsa, kelib tomosha qilib ketsangizlar bo'ladi. Xod бесплатный. Yarmarka, ko'rgazma. Agar baqqanlar bo'lsa kelib qantkenda yaxshi bog'lab, ne jemder qanday jemderni bersa bo'ladi. Tag'i o'rganda qanday darilasa bo'ladi, o'shalarni kelib bilsangizlar bo'ladi. Cho'ng bu jag'i O'sh Qirg'iz O'shdan keladi, Qarasudan keladi, ko'pishgan baqqanlar. Men o'zim da olg'am, o'shaning uchun reklama qilib o'taman.
Kuday buyursa bizge dele nasip kılsın. Saray yok da bende. Şahırda yaşayım özüm. Saray yok kılsın için. Bağalbayız şahırda. Aka akçası kançadan kim vardı? 12 ming so'mdan. Bu yil qo'zlar ekan. Erkakmi vardı mı? 12 ming so'mdan. Qancha so'mdan ekan aka aqchasi? 15 to'g'ri. Bunisi 15 ming, narxi 12 ming. Urg'ach ekan, bunisi erkak ekan. Bozor ustilarsin aka? Men turamda qo'shaman. Xudoy buyursa 19-noyabr belgili balban Nurbek Akanovdan ulag'i bo'ladi. Xudoy buyursa al yoqqa dele borib tartamiz. Kecha 2-noyabrda Qaradaryoga borib tartdik. Daha bir ulaqdicha. Bu yerda biraz chang bo'lganlikdan yaxshi video tarta olmadik. O'shuning uchun YouTube'ga yuklay olmadik. Xudoy buyursa hareket qilib o'tamiz. Qirg'izistondan ne bo'lsa qiziqdi, ellar qiziqqan, masalan, ularga qiziqishadi. O'shalarda yaxshiroq qilib tartqanga harakat qilib o'tamiz. Tug'anlar Instagram baraqchamiz Qirg'iz bozor. Al yoqqa dele kirib qattalib qo'ysangizlar, suyunatlak. Xudoy buyursa al yoqda dele yaxshi olib ketib o'tamiz. Al yoqda uloqdan 40-dalari bor. O'sha yoqqa chiqib qo'ydik. Ko'pchilik deganlarda bo'ladi kommentarda. Men silab tartmasak 16 jarımdan. Satıldı 16 jarımdan. Tegiz 16 jarımdan satıldı aka. Na, echkilerchi? Echkiler 12, 13, 15 belkisi. Paroda echkiler yaqinlar. Ha, paroda ekan. O yaşları kaldı, yaşları. Satılıptır. Aqchasi qanchadan ekan aka bularning? 27 ming so'mdan. Qancha tishdan qancha tishgacha aka? 2 tishdan 6 tishgacha. Ha, 2 tishdan 6 tishgacha endi. So'k qo'ylar ekan, Qirg'iz bozorida ekan aka. Ya bulardan sizdanmi? Men 16 qilib qo'ydim aka, men buni o'zim bilan. Sodalarni tartayın deyim. Sen özüm sözü qoldim, bir-iki jol tartib, şondan keyin tartpay. Qo'ylar qanchadan ekan aka? 25dan. Bozor qancha qiladi? 22dan tegis berdi. Qancha tishdan qancha tishgacha? 2 tish, 4 tish, 6 tishlar ekan. Menchi olib qo'ylar. Yo'q, qo'ylar yaxshi ekan negisi. Maşallah. Qarasangizlar, so'kdi, bo'ylari dele uzun. Reskasi dele, reska deb qo'yildi. Kesigi dele yaxshi, quyruqdan kesikleri. Qirg'iz bozorida ekan. Hava. Kesikleri dele yaxshi ekan. Men ko'p bayğınday qilmaydilar murdaç. Kecha yaqinda O'zbekistondan ko'rib qoldim. Qirg'izistondan borib, usul yerini kesib, operatsiya qilib kesibdir. Qo'chqorga qo'ygan uchun, qo'yish uchun. Maşallah, bazoring versin. Bir qo'z var. Yaxta da var. Qo'ylar bo'lsin. Aka aqchasi qanchadan bularni? 25 mingdan tegiz. Tandamayga 25dan. 23 mingdan bilaverdim. Aka qo'ylar qayerda bo'ladi? Şerdeler. Qirg'iz Jalobodda boshqa yerda degan. Bozor qurganda. Telefon nomer bermaysizmi? So'raganlar bor, ancha so'raganlar bor. Negiz uyalash kerak aka kameradan. Ha, biroq tartmadim aka. Uyalgandan o'z qo'yamiz. Aka aqchalar qanchadan ekan bularning? 22dan. 22dan tegiz. Tegiz 22dan deydi. Soda bo'lib tur, so'raylar qo'ying. Qancha tishdan qancha tishgacha deb so'rayin dedilar. Aka aqchasi qancha ekan bularning? 23dan. 23dan. Qancha tishdan qancha tishgacha? 2 tishdan 6 tishgacha deydi. O'zingizlar Qirg'iz qo'ylar liniyasi. Hayla aka bozor ustida. Aka oldinglarmi? Qanchadan bo'ldi aka? Eko 33 ming, ha? 33 mingdanmi?
66 mingdi. Yaxshi qo'ylar ekan. Aka aqchasi qancha ekan buni? No. 15 ming. Sizniki aka? Sizniki qancha? 25 tane bak. 25 dan. Benim qo'z bor. Bir kozlar. Danak gene. Eko o'ta. 3 o'ta. Milyonlab turganlar da bular. Aka bozorni suversin. Maşallah nerede dediler? Yaxshi qo'ylar bor ekan. Aka bog'lar kimdan ekan? Siz javob berdi. Sizdanmi? Aka aqchasi qanchadan bular? 28'den. 28dan. Qo'ylar qayerni qo'ylari? Achiniki mi? Qancha tishdan qancha tishgacha? Başlayalım birle nemede. 8 tişten. 8 tishdan. Tek 8 tishdan da. Ne güzel. Yaxshi qo'ylar ekan, inshaalloh. Aqchasi muhtasizlar. Nomerini bir-iki yerda so'radik, berib aytadi tuvanlar. Bersa olib yozib qo'yish bizga o'ng'ayli. Siz berib aytgan, modeli danak ekan. Qarasa. Aka aqchasi qancha ekan shuni? Sistemda? Nani? Qancha tish bu? 6 tish ekan. Sizlar uchun bir obzor qilayinchi kirib turiblar. Qarasa, ko'ring. Maşallah. Az barjaqqa o'tib, qo'chqorlardan ana yoqda uloq sezoni kelib takalarda. O'sha yerda tartib qo'yinglar tuganlar. Negizi to'liq tartish kerak bozorda. Biroq video o'ta uzun bo'lib ketganlikdan aralab tartib qo'yib o'tamiz. Echkilerin sezon uloq sezoni kelyapti. Xudo ularda normal aqcha bo'lib qoldi o'xshaydi. Ukam aqchasi qanchadan bo'lardi? Bunisi qancha deding? 5 ming so'm bu. Ha, bunisichi? 6 ming so'm. Bu yilgi uloqlar, ha? Bu echkilar kimdan ekan bilmaysizmi? Maşallah bozoring bo'lsin ukam. Hozir. Aka echkin bas qancha ekan? 12 ming so'm. Uloqqa taka surayli desak, eylari joqda. Mana uloqqa. O'tlar. Eylari joqda. Var ki. Nerede kadar biri var ki? Eylari joq. Qancha bu? 20 ming so'm. Bozor qancha beryapti? 18.300 so'm deyapti. Az qiymildab qoldi bularda uloq sezoni kelib. Aka aqchasi qancha ekan bu krasavchiklarni? Oldinglarmi? Qanchadan oldinglar? 33.5 dan deydi. Kaç rupası? Aka aqchasi qanchadan ekan bularni? 32 dan deydi. Maşallah. 32 dedi aka. 32 dedi. Zor olib tur. 32 ming so'mdan. Aka aqchasi qancha ekan buni? 32 ming so'm. Bu yilgi qo'z o'xshaydi, ha? Maşallah, bu yilgi qo'z o'xshaydi. Quyruq qarasa. Aka aqchasi qanchadan ekan bularni? Ne güzel. Sen ne var? 17 ming deydi. Aqchasi qancha ekan aka bularni? Aqchasi qancha ekan? 21 ming so'm. Bozor qancha so'radi agar sir bo'lmasa? 19'dan da ısırardı. 19'un üstünde de ısırardı. Aka aqchasi qanchadan ekan bularni? 26'dan. 26'dan. Bardығы bu yilgi qo'zlari ikki tishlarmi? Ikki tish ham bor. Yaxshi ekan, maşallah. 119. Bozorni suversin aka.
Yok abi. Akçası qanchadan ekan aka bularning? 22 ming so'mdan. Bu yilgi qo'zlar. Ikki tishlar da bor ichida. Bu yilgi qo'zlar ekan. Sizniki qancha aka? 2.45 dedi. Ekoni 45. Qancha so'radi bozor? 20 ming so'mdan so'radi. 22 dan so'radi. Bu yilgi qo'zlari bo'lardilar? Yo'q, ertak kozlar. Rahmat aka, bozorni tutaversin. Aka aqchasi qancha ekan bularning? 35 dan. Liniya qanday yo'q bularniki? Liniya qanday liniya bular? Gisari. Gisar atası abi ben. Bu yilgi qo'zlar aka bular? Jaz qo'zlar ekan. Aka aqchasi qanchadan ekan bularning? 35 dan. Ikki tishlar. Bozor qancha qilyapti sir bo'lsa aka? 26 dan qildi, tegiz. Bozorni bersin aka. Aqchasi qanchadan aka bularning? 22 dan. 22 ming so'mdan. Bu yilgi qo'zlar. Bozor qancha so'radi aka? Sir bo'lsa. 19,5 dan. O tegiz 19,5 dan so'radi. Ha, mak. Hozir deli var ekan. Nechi? Sala egis turdi. Öyle. Acak emalar sistem mi? Kimden kim bilmeysin? Kimden kim bilmeysinler mi? Satı al baylap koymadan zaten mi? Şöyle bir göstereyim. Cakmara. Ne? Geçi? Ya Honca. Acık alayında hiç mi? Ha sizden mi bunlar? Kaçadan? 27 ming so'mdan. Bu yilgi qo'zlar. 27 ming so'mdan. Bu yilgi qo'zlar ekan. Aka aqchasi qanchadan ekan bularning? 40 dan. Ikki tishlar o'xshaydi aka. Qanchadan berasiz? Tishlar ekan. Qo'yib qo'ycha burası. İnşallah bu yıl. Qanchadan ekan aka bularning aqchasi? 25 dan. Maşallah semizken ha. Qarag'anda bag'ilgan qo'zlarmi jo'nimlar talada жүрген. Maşallah semizken. Talani qarig'roq bo'ldi aka. Quyruqlarni qarangchi. Qanchadan berasiz? Qanchadan ekan aka aqchasi? 38 euro. Soda oldu adası. Maşallah. Aka aqchasi qancha ekan? 25 ming so'm. To'g'rilar, meni tavsiyalar yetib qolibdir. Videolarga to'shdi, tomondiq. Sarvaningizlarga beraka. Video yoqqan bo'lsa, bergan like, подписка,
koy bakkan tanışlarınızlarga fazilet çakılıp koysanızlar dele болады. Anan жақсы духтан берип комментарий жақсы сөздөрүңүздөрдү жазып койсоңуздар сүйүнөбүз. Кемчилик болсо жазыңыздар, аны деле оңдойбуз. Ассаламу алейкум.